Assalomu alaykum. Hurmatli Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qatnashchilari, ruxsatinglar bilan ilmiy kengash majlisimizni boshlaymiz. Bugungi kunda kun tartibimizda ikkita dissertatsiya himoyasi va bitta himoyaga qabul masalasi qo'yilgan. Ilmiy kengash majlisimizni tarkibi 16 nafar a'zo bilan tasdiqlangan. Majlisimizda 14 nafar ilmiy kengash a'zolari ishtirok etyapti. Kvorumimiz bor. Majlisni ochish bo'yicha qanday takliflar bo'ladi? Ochilsin degan takliflar bor. Qarshilar, betaraflar yo'q. Hamma bir ovozdan tasdiqlashyapti. Demak, bugungi kun tartibimizda ikkita dissertatsiya himoyasi va bitta himoyaga qabul masalasi qo'yilgan. Ruxsatinglar bilan tanishtirib o'taman. Birinchi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti tayanch doktoranti Ergashev Madina Narimonovaning 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun hayotning birinchi yilidagi bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasi kechishining klinik laboratoriya mezonlari mavzusidagi dissertatsiya himoyasi, ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori professor Aliyeva Nigora Rustamovna, rasmiy opponentlar Hakimov Sharobiddin Karimov, tibbiyot fanlari doktori professor Abdujabborova Zulfiya Muratxachayevna, tibbiyot fanlari doktori dotsent. Yetakchi tashkilot sifatida respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Ikkinchi ishimiz Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi Ahrorxonov Rustamxon Akmalxon o'g'lining 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tug'ma yuqori lab va tanglay tentekligi bor erta yoshdagi bolalarda zotiljamning klinik patogenetik jihatlari mavzusidagi dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori Aliyev Ahmadjon Lutfullayevich. Rasmiy opponentlar Navrozova Shakar Istamovna, tibbiyot fanlari doktori professor va Mullayeva Lola Jarlanovna, tibbiyot fanlari doktori dotsent. Yetakchi tashkilot sifatida Samarqand davlat tibbiyot universiteti. Kun tartibi bo'yicha qanday takliflar, savollar bor? Xo'p, e'tirozlar bo'lmasa kun tartibini tasdiqlashga rozilar ovoz berib qo'yinglar. Qarshilar, betaraflar bir ovozdan qabul qilindi. Rahmat. Ruxsat bersangiz himoyaga qabul qilish uchun ishni ko'rib chiqsak, birinchi dissertatsiyani himoyaga qabul qilish uchun bitta talabgorning hujjatlari kelib tushgan. 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgor respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mustaqil izlanuvchisi Po'latjonov Maqsudjon Murodjon o'g'lining bolalardan bronxialitni olib borish va davolash texnikasini takomillashtirish maqsadidagi dissertatsiyasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori professor Shamsiy Furqat Muhitdinovich, tavsiya etilgan rasmiy opponentlar Rabbim va Dilfuza Toshtemirovna, Samarqand davlat tibbiyot universiteti kafedra mudiri, tibbiyot fanlari doktori dotsent, Mirahimova Maktuba Habibullayevna, Toshkent davlat tibbiyot universiteti kafedra mudiri, tibbiyot fanlari doktori professor. Yetakchi tashkilot tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi taklif etilyapti. Seminar tomonidan tavsiya etilgan rasmiy opponentlikka nomzodlar va yetakchi tashkilot bo'yicha kimda qanday fikrlar, savollar bor? Hammaga ma'qulmi? Savollar bo'lmasa, ilmiy seminarning ijobiy xulosasiga asosan taqdim qilgan dissertatsiyani ilmiy kengash tomonidan himoyaga qabul qilish to'g'risida ochiq ovoz berish orqali qaror chiqarishimiz kerak. Po'latjonov Maqsudjon Murodjon o'g'lining dissertatsiya ishini himoyaga qabul qilish uchun yoqlab ovoz beruvchilar, marhamat tasdiqlab qo'yishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Dissertatsiya ishi bo'yicha tavsiya qilingan yetakchi tashkilot rasmiy opponentlarni tasdiqlashga rozilar, marhamat qo'l ko'tarib tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibidagi asosiy masala talabgor
Ergash va Madina Narimanovnaning dissertatsiya ishi himoyasi bo'yicha muhokamaga o'tamiz. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash kotibi Sherzod Olimovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, ustozlar. Ergash va Madina Narimanovna 1990-yilda tug'ilgan, 2010-16 yillarda Toshkent pediatriya tibbiyot institutida tahsil olgan. 2016-18 yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazida pediatriya mutaxassisligi bo'yicha klinik ordinaturani, 2018-yilda Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida neonatologiya mutaxassislik kursini tamomlagan. 2018-19 yillarda poliklinikada pediatr shifokor sifatida 19-22 yilgacha Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazida chaqaloqlar patologiyasi va reanimatsiyasi bo'limida neonatolog sifatida faoliyat olib borgan. 2023-25 yillarda Toshkent davlat tibbiyot universitetining gospital pediatriya xalqaro kafedrasi staj doktoranti va 2026-yildan hozirgi vaqtgacha Alfraganus universiteti ichki kasalliklar kafedrasi o'qituvchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami ilmiy ishni 2022-yilda boshlagan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha 14 ilmiy ish chop etilgan, shulardan bitta uslubiy tavsiyanoma, amaliyotga tatbiq qilingan 6 ta maqola, bunlardan 4 tasi respublika va 2 tasi xorijiy oliy attestatsiya komissiyasi ro'yxatidagi ilmiy jurnallarda chop etilgan. Jami 5 ta tezis, undan 2 ta respublika va 3 tasi xorijiy konferensiyalarda e'lon qilingan. Dissertatsiya ishi birlamchi materiallar, ishonchliligi va talabgorning tadqiqotdagi shaxsiy ishtiroki Andijon davlat tibbiyot instituti ekspertlar kengashi tomonidan tekshirilgan va tegishli dalolatnoma bilan rasmiylashtirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ilmiy texnik kengashining dissertatsiya ishi natijalarini amaliyotga joriy etish to'g'risidagi yagona xulosasi mavjud. Talabgor oilali 3 nafar farzandi bor. Dissertatsiya hujjatlari yig'ma jildida tegishli hujjatlar mavjud. Taqdim etilgan hujjatlar 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga to'liq javob beradi. Rahmat. Dissertantning shaxsiy hujjatlariga doir ilmiy kengash kotibiga yoki talabgorga savollar bo'ladimi? Savollar bo'lmasa ma'lumot uchun qabul qilamiz. So'zni dissertantga beramiz. Marhamat, doklad uchun reglament 20 daqiqa. Hurmatli rais, men bor uzr, bizni eshitmayapmiz, yo'q qotib qoldimi? Endi hozir boshlaymiz. Kechirasiz. Assalomu alaykum, hurmatli rais va kengash a'zolari. Hurmatingiz bilan boshlasam. Hayotning birinchi yilida bolalardagi tizim yalinish reaksiyasi muammosi zamonaviy pediatriya va neonatologiyada hali ham asosiy va to'liq o'rganilmagan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bu immunitet tizimini yoshga bog'liq shakllanmaganligi, klinik ko'rinishlarni yuqori o'zgaruvchanligi va kompensator mexanizmlarni bilan bog'liq. Ya'ni hozirgi kunda qo'llanilayotgan ushbu sindromni aniqlash va baholash mezonlari asosan kattalar va katta yoshdagi bolalarga mo'ljallangan bo'lib, ular chaqaloqlardagi immun xususiyatlarni hisobga olmaydi va kasallikni og'irligi va to'liq baholashga imkon bermaydi. Ushbu sindromni alohida qon tahliliy belgilarini faol o'rganishga qaramay, hozirga qadar hayotni birinchi yildagi bo'lgan bolalarda klinik ketishga qarab ularni eng ishonchli diagnostik mezonlari, ahamiyati va informativ kombinatsiyasi izlanilmagan. Klinik belgilar, qon tahliliy parametrlar va ularni o'z ichiga olgan kompleks klinik va qon tahlillarini yo'qligi chaqaloqlarda ushbu
sindromni baholash va salbiy oqibatlar xavfini erta tabaqalashtirishni ilmiy asoslangan, yoshga moslashtirilgan mezonlarni ishlab chiqishga qaratilgan ushbu tadqiqotni muhimligini asoslaydi. Tadqiqotdan maqsad bu hayotni birinchi yilligi bo'lgan bolalarda tizimli yig'ish sindromini rivojlanishini klinik ehtimolligini baholash uchun klinik va qon tahlili ma'lumotlarni tahlil qilish va integral chegaraviy shkalasini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Va bunda biz oldimizga quyidagi vazifalarni qo'ydik. Ya'ni hayotni birinchi yilda bo'lgan bolalarda tayyor rivojlanishi xavf omillarini aniqlash, hayotni birinchi yildagi bo'lgan bolalarda tayyor rivojlanishini obyektiv va subyektiv belgilarini baholash, hayotni birinchi yildagi bo'lgan bolalarda tayyorni biokimyoviy bashoratchilarni aniqlash, hayotni birinchi yildagi bo'lgan bolalarda tayyor rivojlanishi bilan kislota ishqor asosi ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash va asoratlarni bashorat qiluvchi mezonlarni ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Va qo'yilgan vazifalarni hal qilish uchun biz hayotni bir oyligidan bir yoshgacha bo'lgan 110 nafar bolalarni tekshirdik. Ularni ikki guruhga bo'ldik. Birinchi guruh bu tayyor sindromi bilan bo'lgan bolalar, ikkinchi guruh esa zotiljan bilan bo'lgan bolalar. Va tadqiqotni biz ikki bosqichda olib bordik. Demak, birinchi bosqichda biz klinik qon tahlillari ularni o'sha qildik va ikkinchi bosqichda esa tayyor oqibatda yuzaga chiquvchi asoratlarni prognoz qiluvchi mezonlarni ishlab chiqdik va ularni baholadik. Ushbu slayddan ma'lumki, asosiy guruhdagi bemorlarni asosiy qismi 63% bu 1 oydan 3 oygacha bo'lgan bolalarni tashkil qilgan va taqqoslash guruhida esa 42% 7 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan bolalar tashkil qildi. Homiladorlik vaqtida sidik yo'llari infeksiyalari, muddatdan oldingi tug'ruq hamda homila ichi gipoksiyasi eng muhim antinatal omillar bo'lib hisoblandi. Va ushbu omillar stakinlarni faollashiga, antioksidant himoyani buzilishiga hamda chaqaloqni immunitetini pasayishiga sabab bo'luvchi fitoplasentar kompleksni surunkali stressini aks ettiradi. Homila tushish xavfi ham tayyor xavfini oshirdi. Neonatal omillardan esa erta neonatal infeksiya, respirator distress sindrom, tug'ruq zalida yoki erta neonatal davrda sun'iy nafas olish, ya'ni IVL apparatini erta qo'llash va tug'ilganda kam vaznlik kabi holatlar. Postnatal omillardan esa tez ORV bilan kasallanish holatlari, markaziy asab sistemasining gipoksik ishining shikastlanishlari va hayotni ilk oylaridan boshlab sun'iy oziqlantirish kabi omillar muhim ahamiyatni kasb etdi. Ushbu omillar a'zo va tizimlarni funksional shakllanmaganligini va gipoksik ishemik buzilishlarni va erta moslashuvni buzilishini ko'rsatadi. Taqqoslash guruhidagi bolalardan farqli asosiy guruhdagi bemorlarda subyektiv shikoyatlar nafaqat nafas olishi bo'ldi, balki umumiy somatik xususiyatli bo'lib, bunda yuqori charchoq, apatiya holatlari, ovqatlanishga zaif reaksiya kabi holatlar ham uchradi. Va qator holatlarda qisqa muddatli qo'zg'alish xurujlari va bu esa bizga o'z navbatida markaziy asab sistemasini funksional beqoyildan davolat beradi. Obyektiv simptomatika, nafas olish, qon aylanishi va mikrotsirkulyatsiyani tizimli buzilishlari bilan birga kechdi. Asosiy guruhda gipoksik tez nafas olish, ya'ni tachipnoya va bronxlarni torayish sindromi ancha ko'proq aniqlangan. Gipertenziv sindrom ham ko'proq qayd qilindi asosiy guruhda va bu bizga intoksikatsiya hamda gipoksiyani og'irligi bilan bog'liq bo'lganligini ko'rsatadi. Va shu bilan birga asosiy guruhda 91.7% bolalarda mushaklar gipertonusi uchragan va rahit ham taqqoslash guruhiga qaraganda asosiy guruhdagi bemorlarda 2,5 barobar ko'proq tashxislangan. Asosiy guruhdagi bemorlarda turli xil ko'rinishdagi ong buzilish holatlari qayd qilindi. Ya'ni o'rtacha va chuqur karaxtlik, so'pir va koma holatlari sezilarli ravishda ko'proq kuzatilgan. Taqqoslash guruhidagi 72% bemorga qaraganda asosiy guruhdagi faqat 16.7% bolalardagina aniq ong holati saqlanib qolingan.
Taqqoslash guruhida ongni og'ir buzilgan holatlari deyarli uchramagan va taqqoslash guruhida ong holati saqlanib qolingan bemorlar soni ko'pchilikni tashkil qilgan. Asosiy guruhda sistolik, diastolik va o'rtacha qon bosimi ko'rsatkichi taqqoslash guruhiga qaraganda sezilarli ravishda past bo'lgan 9,2, 11,6% ga kamaygan va bu sezilarli gemodinamik buzilishlarni aks ettiradi. Asosiy guruhda gipotenziya chastasi va qon bosimini o'zgaruvchanligi sezilarli ravishda yuqori bo'lgan va bu tizimli gemodinamikani beqiyosligidan dalolat beradi. Asosiy guruhda SOFA shkalasi bo'yicha ko'rsatkichlar o'rtacha 208 ballni, taqqoslash guruhida esa 108 ballni tashkil etdi va bu sezilarli farq qildi. Erta yoshdagi bolalarda sepsisni eng muhim klinik belgilaridan biri bu sidiga ajralish kamligi hisoblanadi. Ya'ni bu tizimli gipoperfuziya va hayotiy muhim a'zolarda infuzion bosimni pasayishini aks ettiradi. Tadqiqotga ko'ra, asosiy guruhda oliguriya chastasi yuqori bo'lgan va u diurezni o'rtacha hajmi 0,46 millilitr kilogramm soatni tashkil etdi va bu taqqoslash guruhiga qaraganda past hisoblandi. Bemorlarning 30% oliguriya gipotenziya bilan birga kuzatildi. Infuzion muolajadan so'ng esa 12 soat ichida funksiyasini tiklanishi asosiy guruhdagi bolalarda 61,7% bo'ldi, taqqoslash guruhidagi bolalarda esa 94% tashkil qildi. Va bu tizimli yalang'och reaksiyasi mavjud bo'lgan bemorlarda mikrosirkulyatsiya va buyraklarni o'zini boshqarish funksiyasini buzilganlikdan dalolat beradi. TR bilan kasallangan bolalarda dispeptik belgilar, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasini markaziy boshqaruvni buzilishi kabi holatlar ham uchradi. TR bilan og'rigan bolalarda ko'ngil aynishi va qusish holatlari hamda qusish holatlari intoksikatsiya va neyrovegetativ beqiyoslikni erta belgi sifatida baholanish lozim. Bu esa kompleks davolashning muhimligini tasdiqlaydi. Asosiy guruhda umumiy qon tahlillarida ham yaqqol o'zgarishlar aniqlandi. Leykotsitlar sonining oshishi, chapga siljigan limfopeniya fondi neutrofil indeksini oshishi kuzatildi hamda shu bilan birga trombositopeniya holatlari va qizil qon ko'rsatkichlarini, ya'ni gemoglobin, gematokrit kabi ko'rsatkichlarni o'rtacha pasayishi qayd qilindi va bu o'z navbatida intoksikatsiyani og'irligi va qon aylanish sistemasidagi buzilishlardan dalolat beradi. Asosiy guruhda ichak faoliyatini buzilishi ancha ko'p kuzatildi, ya'ni tez va ko'p defekatsiya holatlari, suvli axlat va shilliq aralashmalar bilan birga kelishi. Taqqoslash guruhida esa ichni normal chastasi ustunlik qilgan, ichki kishini suvsizlanish belgilari bilan birgalikda kelishi asosiy guruhdagi bolalarda ko'proq qayd qilingan va bu esa o'z navbatida oshqozon ichak tizimini og'irroq zararlanganini ko'rsatadi. Korrelatsion tahlil S-reaktiv oqsil, prokalsitanin va D-dimerni bemorning ahvoli og'irligini, asosiy klinik belgilari bilan ishonchli ijobiy bog'liqligini ko'rsatdi. Bu belgilarga tahipnoya, taxikardiya, qon bosimini pasayishi, oliguriya kabi va asab tizimi faoliyatini buzilishlari kirdi. Prokalsitanin va D-dimer ko'rsatkichlari Quick-Stoffer shkalasi bo'yicha 2 balldan yuqori va shifoxonada davolanish muddati bilan kuchli korrelyatsiyani ko'rsatdi va bu esa o'z navbatida TRda yuqori prognostik ahamiyati borligini ifodalaydi. Pnevmoniyada TR bo'lgan 1 yoshgacha bolalarda kislota ishqor muvozanati qonni gaz tarkibini sezilarli buzilishi bilan kechdi. Bunda nazorat guruhiga qaraganda kislorodni 2 baravar pasayishi, qondagi gaz miqdorini 1,3 baravar ortishi va laktat miqdorini 1,6 baravar ko'payishi kuzatildi. Bu esa o'z navbatida kuchayib boruvchi nafas va to'qima gipoksiyasidan dalolat beradi. Mazkur o'zgarishlar bikarbonatni kompensator sinchishlari va kaliy, kalsiy kabi makroelementlar muvozanatini buzilishlar bilan birgalikda kechdi. Bu esa metabolik buzilishlarni ko'rsatadi. TRni asosiy gematologik
belgilar sifatida tayoqchasimon shakllilarni yuqori bo'lishi, neytrofillarni yuqori bo'lishi, leukitsitoz holatlari hisoblandi. Ushbu ko'rsatkichlarni shkalaga kiritish modelni yuqori prognostik ahamiyatini ta'minlab, 90% dan ortiq holatda TRni yuqori xavfini aniqlash imkonini beradi. Bu esa shoshilinch davolash muhimligini bizga ifodalaydi. Asosiy guruhdagi bemorlarda S reaktiv oqsil ko'rsatkichi me'yordan 9 baravar va taqqoslash guruhiga qaraganda 3,6 baravar yuqori bo'ldi. Bu uni stakin stimulyatsiyasi intensivligini ko'rsatuvchi universal oqsil sifatidagi rolini tasdiqlaydi. Asosiy guruhda prokalsitaninni o'sishi me'yoriy qiymatlardan 16,2 baravar, taqqoslash guruhiga qaraganda 7,4 baravarga oshdi. Bakterial septik faollashuvini eng sezgir belgi sifatida ahamiyatini tasdiqlaydi. Asosiy guruhda D-dimerni o'rtacha konsentratsiyasi taqqoslash guruhi ko'rsatkichlaridan 1,9 baravar va qiyosiy guruh ko'rsatkichlaridan 9,3 baravar yuqori bo'ldi. Bunday ko'tarilish TR fonida fibrinolizning faollashuvini va mikrotrombotik holatlarni shakllanishini ko'rsatadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda pnevmoniya fonida TR rivojlanishi va og'ir kechishini ishonchli prognostik biomarkerlari sifatida quyidagilar hisoblandi. Ya'ni S reaktiv oqsilni 30 dan yuqori bo'lishi, prokalsitaninni 2 dan yuqori bo'lishi, laktatni ham 2 dan yuqori bo'lishi va D-dimerni 1500 dan yuqori bo'lishi. Korrelatsion tahlil og'irlikni klinik belgilari qon gaz tarkibi va metabolizm buzishlari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdi. Ya'ni bunda qondagi gaz va laktat miqdorining ko'tarilishi, kislorod va bikarbonatlar miqdorining pasayishi, tahipnoy, gipotenziya, oliguriya kabi belgilar bilan va sofa ballarni 2 balldan yuqori bo'lishi bilan ishonchli bog'liqligini ko'rsatdi. Eng yaqqol korrelyatsiyalar laktat va gaz almashinuvi uchun xos bo'ldi. Va bu bizga o'z navbatida TR og'irligi hamda kasallikni kechishni salbiy oqibatlar markeri sifatida muhimligini tasdiqlaydi. Kislorodni 60 mm simov ustundan pasayishi, qondagi gaz miqdorini 50 mm simov ustundan ortishi va laktat miqdorining litrdan ortiq chegaraviy qiymatlari yuqori prognostik ahamiyatli bo'lib, TR rivojlanishi xavfini eng ishonchli laboratoriya mezonlari sifatida baholanishi lozim. Keyingi bosqichda biz chiziqli prognoz matritsasini ishlab chiqdik va unda har bir parametrga salbiy oqibat rivojlanish ta'sir kuchiga ko'ra TRni og'irligini miqdoriy baholash va bemorlarni tabaqalashtirish imkonini beradi. Va biz olingan ma'lumotlar natijasida xavf guruhlariga bo'ldik. Ya'ni birinchi xavf, ya'ni fast xavf 7 ballgacha bo'lgan guruh ushbu toifadagi bolalarga odatda pnevmoniyani cheklangan klinik ko'rinishlari xos bo'lib, bunda simptomatika holsizlik hamda asab tizimi buzilishlaridagi belgilar bilan birga kechdi va bunday bemorlarda moslashuv mexanizmlari o'z funksional faolligini saqlab qoladi va bunda TR rivojlanish ehtimoli 20% dan oshmaydi. Keyingi guruh esa o'rtacha xavf, bunda 8 balldan 15 ballgacha. Bu guruh uchun esa neyrovegetativ va gemodinamik boshqaruvni qisman buzilishini ko'rsatuvchi bir nechta alomatlarning mavjudligi xosdir. Ya'ni tez nafas olish, gipertenziv sindrom, nostabil tana harorati, mushaklar tonusini o'rtacha oshishi va intoksikatsiya belgilari xos bo'ldi. Va bunda TR rivojlanish ehtimoli 20% dan 49% ni tashkil qilgan. Va bu esa o'z navbatida kuchaytirilgan monitoringni muhimligini ifodalaydi va keyingi guruh 16 balldan yuqori bo'ldi. Bunda bu toifadagi bemorlarda intoksikatsiyani ko'p tizimli xususiyati namoyon bo'lib, bunda nafas olish, asab tizimi va mikrosirkulyator buzilishlar bilan birga kechdi va gipertonus, gipertenziv sindrom, bronxial obstruksiya bilan birgalikda kuzatildi. 9 balldan yuqori yoki 2 va undan ortiq uchlik belgilarning mavjudligi TR ehtimolini 50% dan yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bunday bolalarda hayotiy muhim funksiyalarni monitoring qilishni, prokalsitaninni ketma-ket o'lchashni va nafas olish funksiyasini monitoring qilishni muhimligini isbotlaydi.
klinik belgilar yig'indisi bo'yicha rok egri chizig'i optimal chegara 8 ball ekanligini ko'rsatdi. Bunda modelni sezgirligi 81,7%, o'ziga xosligi esa 80%, ijobiy prognostik qiymat 84,6% va salbiy qiymati 81,3% tashkil qildi. Ruxsatingiz bilan xulosalarga to'xtalmasam. Rahmat. Taklif tugadi. Marhamat. Savollar bo'lsa dissertantimizga berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Lolo Karimova. Hurmatli Abduram Shamshiyev, savol bersam maylimi? Marhamat, Lolo Karimova. Menda bitta savol tug'ildi. Hurmatli dissertantimizga. Demak, bemorlaringizda prokalsitaninda miqdorini o'rganilgan. Aynan prokalsitanin ko'rsatkichini o'zgarishi, ya'ni ortib borishi, shu tizimli yallig'lanish reaksiyalarini tashxislashda mezon bo'lib xizmat qilishi mumkinmi? Madinaxon tushunarli savol. Marhamat, javob bering. Assalomu alaykum. Professor Lola Karimova. Lola Karimova, assalomu alaykum. Ruxsat bersangiz, savolingizga. Prokalsitaninni o'lchash juda ham muhim, chunki nima uchun? Chunki biz bilamiz, prokalsitanin aynan bakterial holatlarda ortadi. Mana shu anaqa TR sindromida ham biz bolalarni ko'rganimizda prokalsitanin 2 dan yuqori bo'lgani, bu o'sha bizda TR ehtimoli oshishni bizga biomarker sifatida baholangan. Chunki prokalsitanin o'sha 2 dan yuqori bo'ldimi, bu o'sha TR xavfini oshiradi va TR xavfini dan yuqori bo'lishi TR xavfini oshiradi, ha. Va bu TRda buni albatta o'lchashni biz kiritganmiz prokalsitaninni S reaktiv oqsillar bilan bitta qatoriga. Demak, tashxis mezon sifatida qabul qilsa bo'ladi. Rahmat. Chunki 2 dan yuqori bo'lsa, u TR ehtimolini bizga ko'rsatadi. Rahmat. Lola Karimova javobni qabul qilingizmi? Albatta. Rahmat. Marhamat yana. Professor Abduram Shamshiyevich, mumkinmi savol berish? Furqat Muhiddinov. Hozir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi, kutaman. Bo'ldi, kutamiz. Marhamat, Furqat Muhiddinov. Juda qiziqarli. Mana bu bugungi kunda zotiljonni oldini olish og'irlashishda. Aytingchi, mana bu asosiy kriteriyalar, sistem yallig'lanishda asosiy kriteriyalar, ko'p kriteriyalar bor. В смысле, ko'p anavilar yallig'lanishni belgilari. Lekin asosiy qaysi bo'lib chiqadi? Chunki hozir shifokorga aytsak, buncha anavi sistemalarda olsak, qiynalib ham qoladi. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, mana bu vitamin D ni ahamiyati mana shu yallig'lanishga ta'sir qilishimi, immunitetga ta'sir qilishimi yoki bugungi kunda mana bu surunkali yoki mana bu cho'ziluvchi forma zotiljonga o'tish sabablaridan bittasiga ahamiyati bormi, yo'qmi? Rahmat. Marhamat, Madina Narman. Assalomu alaykum, Furqat Muhiddinovich. Ruxsatingiz bilan birinchi savolga kelsak, demak, TRni, ya'ni tizimli TRni demak, qaysi xususiyatlariga qarab demak qo'yamiz. Qaysi demak, birinchisi bu birinchidan leykotitlar sonining ko'tarilishi, yuqori temperatura bo'lishi, prokalsitaninni ko'tarilishi, S reaktiv oqsilning yuqori bo'lishi va hamda laktatni ko'tarilishi. Yana shu bilan birga kislota ishqor muvozanatini ko'rganimizda kislorodni 60 mm sinov ustidan pasayishi, qondagi gaz miqdorini 50 dan yuqori bo'lish holatlari bizga TR xavfini ko'rsatdi. Mana shu parametrlar bilan biz aynan shu bolalarda TRni biz bildik. Shu parametrlarga qarab, ya'ni o'sha S reaktiv oqsil, laktat, prokalsitanin va klinik belgilariga qarab hamda o'sha kislorod va qondagi gaz miqdori. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, vitamin D ning ahamiyati biz bilamiz, mana shu tadqiqotga
shu boyagi asosiy guruhni gapirganimda u yoqda raxitli bolalar qiyosiy guruhga qaraganda 2,5 barobar ko'proq tashxislangan deb aytdim. Bizada asosiy guruhda raxitli bolalar ko'p bo'lgani uchun, ularni immuniteti past bo'lgani uchun vitamin D tanqisligi hisobiga ularda immunitet past bo'ladi. O'sha vitamin D bilamiz, har qanaqa organizmda juda ham ko'plab funksiyalari bor. Bizada aynan tayyor bilan og'rigan bolalarda raxit bo'lgan почти juda katta qismi qiyosiy guruhga qaraganda. Shuning uchun ma'luma raxit ko'p uchraganligi sababli bolalarda immuniteti ham past bo'lgan, chunki bilamiz vitamin D immunitetga ahamiyati katta. Agar shuni aytgan bo'lsangiz, nazorat tutgan bo'lsangiz. Rahmat. Furqat Muhitdinov javoblardan qoniqdingizmi? Ha, rahmat. Rahmat Furqat Muhitdinov. Marhamat Samradullayeva. Endi savol bor. Birinchi savolimda avtoreferatta tadqiqotingizda C-reaktiv oksil, prokatetamin va D-dimerning klinik ahamiyati haqida so'z bor. Nima uchun aynan bu biomarkerlarni asosiy prediktor sifatida tanladingiz va ularning 1 yoshgacha bo'lgan bolalardagi o'ziga xoslik darajasini qanday asoslaysiz? To'g'risi. Ikkinchi savolim, laktat darajasining ko'tarilishi poliorgan yetishmovchiligi rivojlanishi o'rtasidagi patofiziologik bog'liqlikni qanday izohlaysiz? Dissertatsiyada laktat darajasi pasayib ham ko'tarilgan holatlar ham ko'paymoqda. Uchinchi savol, antinatal, neonatal va postnatal xatar omillari aniqlangan. Qaysi omillar eng yuqori prognostik ahamiyatga ega deb hisoblaysiz va ularni amaliyotda xavf guruhlarini erta shakllantirishda qanday qo'llash mumkin? To'rtinchi savolim, 1 oydan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar ishtirok etgan deb berilyapti tadqiqotda. Helsinki deklaratsiyasi talablari bor. Unda bu deklaratsiyadagi talablar qanday ta'minlangan? Ota-onalardan ma'lumot olish jarayonida qanday qiyinchiliklarga uchragan? Rahmat. Savollar ko'pmi? Rahmat Samradullayeva. Birinchi savolga kelsak, demak, aytdingiz, qaysi ko'rsatkichlarga qarab deb savol berdingiz. Demak, o'sha biza shu 110 nafar bolalarni tekshirganimizda tayyorni aynan pnevmoniyadan tayyorni ajratib olish uchun biza qon tahlillari olib bordik. Demak, umumiy qon tahlillari, biokimik qon tahlillari va kislota ishqor asosini ko'rganmiz. Shunda biza shunaqa xulosaga keldikki, biokimik qon tahlillarida S reaktivni 30 dan yuqori bo'lishi bu o'sha bizaga tayyor ehtimolni ko'rsatadi. Va kislota ishqor muvozanatidagi показательlardan demak biz laktatni oldik. Laktatni ahamiyati bu yerda ikkinchi savolga o'sha birga qo'shib yuborsak ekan, laktat 2,12 millimoldan oshsa bu o'sha bizaga shu tayyor ehtimoli borligini bizga ko'rsatadi. Agar 2,55 millimoldan yuqori bo'lsa, bu demak o'sha tayyorni og'ir o'tishi, poliorgan funksiyasi bilan o'sha birga o'tishini bizga erta bizga ma'lumot beradi. Va antinatal, postnatal omillardan aytdingiz, bizda mana shu tadqiqotni qilayotganimizda birinchi o'rinda mana shu bolalardan shu informatsiya olayotganimizda albatta biz mana shu antinatal, postnatal, neonatal xavf omillarini biz o'rgandik va shunda biz bildikki, antinatal omillarda bu muddatdan oldingi tug'ruqlar, homila ichi gipoksiyasi holatlari bular muhim ahamiyatni kasb etishini biz tushundik. Chunki aynan shunaqa aynan kam vazn bilan aynan kam vaznli bolalar yoki homila ichi gipoksiyasini masalan homila ichi gipoksiyasi bo'lgan bolalarda va muddatdan oldingi tug'ilgan bolalarda aynan shu toifadagi bolalarda tayyor ehtimoli kuchayishi yuqori bo'lishini biz bildik. Va shunda biz 3 ta xavf guruhiga bo'ldik: antinatal, neonatal va postnatal.
siz aytdingizki, qaysi mana shu uchta xavf omillaridan eng ahamiyatli. Men o'ylayman antinatal omillar. Chunki homiladorlik davridan o'sha biza oldini olishimiz kerak. Chunki homiladorlik davrida hammasi to'g'ri ketsa, homilador ayolga o'sha to'g'ri ya'ni homilador ayolda yondosh anaqasi bo'lmasa, demak sog'lom bola tug'ish ehtimoli yuqori bo'ladi va tayyor ehtimoli pasayadi. Antinatal omillarni muhim deb hisoblayman. Va 1 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda biza tadqiqotda har bitta bolani o'sha antinatal davrdan boshlab to tug'ilguncha bo'lgan ma'lumotlarni yig'dik. Hamma savollarga javoblarni oldik va bunda biza mana shu tadqiqotni olib borayotganimizda birinchi o'rinda bolani yoshiga ahamiyat berdik. Aynan 1 yoshdan. Assalomu alaykum. Neonatal sepsis emas, aynan 1 yoshdan bo'lgan bolalarni oldik. Va bunda biza yana ahamiyat berdikki, shu bolalarda yuqumli kasalliklari, masalan, yuqumli kasalliklari yo'qmi va immunosupressiv dorilarni qabul qilmadimi yo'qmi, shularga alohida ahamiyat berdik. Anamniz yig'ganimizda. Anamniz yig'ganimizda shu joylariga ham ahamiyat berdik. Ya'ni immunosupressiv dorilarni qabul qilmaganmi va yoshiga ham alohida ahamiyat berdik. Chunki neonatal sepsis boshqa, 1 yoshdagi sepsis boshqa. O'ziga xos immun xususiyatlari borligini bilamiz. Bularni olinayotgan vaqtda ota-onalarini roziligi bilan Ha, albatta da. Hamrotovlarga javoblardan qolib ketsin. Marhamat, yana kimda savol bor? Dissertantimizga. Marhamat. Nilufar Nabijonovna, marhamat. Rahmat, hurmatli rais. Hurmatli dissertantimiz, akushenikov bo'lgani uchun bolalarni kasalliklarini homiladorlik bilan to'g'ri bilan bog'lashga harakat qilamizda. Mana shu sizni tekshiruvingizda bo'lgan bolalarni tug'ruqi qanday kechganligi ahamiyatga ega edimi? Keyinchalik ularni oziqlanishi, ko'krak suti bilan katta bo'lgan bolalarni, sun'iy sut bilan boqilgan bolalarni o'rtasidagi farqi qancha edi? Qancha ko'krak bilan emizilgan bolalarda shu kasallikni yengish xususiyatlari ancha farqi bor edimi? Shuni ochiqlik kiritsangiz. Keyingi savolim bu ko'so, sofa bularning hammasi septik shokning belgilari. Shu go'daklarning ichida sizda nechta sepsisni o'zi bilan va nechta septik shok bilan bolalaringiz bor edi? Rahmat. Narmanning savollari tushunarli. To'g'ri, birinchi savol menga yaxshi eshitilmadi. Birinchi savollarni tushunmadim. Nima ginekologik nimalar so'rayapti, faktorlar? Asoratlar, quruq asoratlari bor edimi? Bu ham ahamiyatga ega edimi? Tug'ruqni olib borish, tug'ruq travmalari, preeklamsiya bilan asoratlangan homiladorliklar, ular ahamiyatga ega edimi sizni go'daklaringizni kasallanishida? Ularning oziqlanishiga. Ko'krak bilan emizilgan bolalarda chidamlilik bizni bilishimiz. Rahmat savolingiz uchun. Demak, birinchi savol o'sha gapirib o'tganimdek, demak, antinatal, postnatal omillar, biza neonatal omillarda gapirib o'tdik. Erta neonatal infeksiya, respirator distress sindrom kabi omillar bular va shu bilan birga homila ichi gipoksiyasi bo'lgan bo'lsa, homilador ayolda ular tayyor xavfini oshirdi. Yana shu bilan birga postnatal omillardan bo'lsa, tez ORV bo'lish, gipoksik ishemik shikastlanishlar, markaziy asab sistemasini va sun'iy oziqlantirish, ya'ni hayotni ilk oylaridan boshlab искусственный смесьda katta bo'lgan bolalarda tayyor ehtimoli yuqori bo'lishini biz tadqiqotda ko'rdik.
va shu bilan birga bizda asosiy guruhimizda preeklamsiya holatlari ham ko'proq qayd qilingan, ya'ni o'sha informatsiya yig'ganimizda preeklamsiya holatlari qiyosiy guruhga qaraganda yuqori bo'lgan. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, sepsis nechta bo'lgandi va mana shu umumiy guruhdan 110 ta boladan, demak 60 nafar bola sepsis sindromi bilan bo'lsa, shuni asosiy qismi sepsis bo'lgan va 20% qismi ular sepsis bo'lmagan tashxisi ular tayyor qo'yilib, ya'ni bularni ostida autoimmunlar, pit kasalliklari va qonda leykoz holatlari yashirin bo'lgan. Shuning uchun ham bunaqa bolalarga sepsis tashxisini qo'yish xatoligini, bunaqa bolalarga tayyor tashxisini qo'yib, ularni chuqurroq ko'rib va bu sababni topish muhimligini biz bildik. Nilufar Navjonni javoblardan qoniqdingizmi? Qoniqdim, hurmatli rais. Rahmat. Yana kimda savol bo'ladi? Hop. Savol. Tashtamirova, marhamat. Assalomu alaykum. No, ilk tizimli yallig'lanish reaksiya iborasi bu sepsisni diagnostikasini qo'yishga yordam beruvchi ibora bo'lib hisoblanadi. Shunga sepsisga nechta sutki kasal tayyordan sepsisga o'tdi. O'tganlarni siz nazorat qildingizmi? Ikkinchi bu dokladingizda aytdingiz, intoksikatsiya sindromi deb aytdingiz. TRdan intoksikatsiya sindromini farqlab berasizmi? Diagnostikasi qanaqa ekan? Rahmat. Savollar tushunarlimi? Madina xonim? Javob. Rahmat savolingiz uchun. Dilfuza Tashtamirovna, demak, birinchi savol, tayyordan nechtasi sepsis bo'lgan dedingiz? 60 ta tayyor bolani olsak, demak, faqat 10%gina tayyor sindromi bilan bo'lgan, haqiqiy tayyor bilan qolgan qismi, demak, sepsis bo'lgan. Va o'sha aytganimdek, tayyor sindromi ostida boshqa kasalliklar bizda chiqib kelgan. Asosiy qismi, demak, asosiy qismi sepsis bilan tashxislangan va intoksikatsiya sindromi deganda bu o'sha xavf guruhlarini berganimda men intoksikatsiya sindromi deb, ya'ni yuqori temperatura bo'lishi, umumiy holsizlik kabi shikoyatlarni bo'lishini ko'zda tutgandim. Intoksikatsiya sindromi. Rahmat. Dilfuza Tashtamirovna, javoblardan qoniqdingizmi? Rahmat. Marhamat, yana kimda savol bor? Manimcha yetarli bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Shakaristonda marhamat. Assalomu alaykum hurmatli rais. Juda ham qiziqarli mavzu va savollar ko'p, tabiiy. Aniqlik kirgizmoqchi edim. Bemorlarni ikki guruh qilib bo'lganlar tizimli yallig'lanish sindromi va pnevmoniya bilan. Shundaymi? Alohida gruppa bo'lgan, shundaymi? Bu ana shu siz hozir pnevmoniya hamda tizimli yallig'lanish deganingiz uchun salgina chalkashtirish berdida, shuning uchun qayta aniqlik kirgizish uchun so'radim. Pnevmoniya bo'lgan alohida gruppa bemorlarimiz bor va tizimli yallig'lanish sindromi kuzatilgan alohida bemorlar bor. Ushbu pnevmoniya bo'lgan bemorlarda shu tizimli yallig'lanish sindromlari uchradimi? Uchragan bo'lsa, necha foiz? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Demak, biz o'sha ikkita guruhga bo'lganmiz. Pnevmoniya tashxisi bilan bolalar va tayyor bilan bo'lgan bolalar. Bizlarning maqsadimiz pnevmoniyada tayyorni Maqsad kerak emas. Pnevmoniya bo'lganlar sepsis bo'lgan edimi? Pnevmoniyadan tayyorga o'tgan holatlar ham uchradi, bo'ldi. Va bizlarni o'sha pnevmoniyadan tayyorga o'tgani uchun ham biz shkala ishlab chiqdik, o'tmasligi uchun. Shu necha foiz bemorda bo'ldi? Demak,
50% bemor почти pnevmoniyadan TRga o'tgan. 50% Rahmat. bemorda qayd qilingan. Rahmat, tushunarli. Rahmat, hurmatli rais. Javoblardan qoniqdingizmi? Tushunarli. Rahmat. Yana savollar bo'ladimi? Savollar yetarli degan takliflar chiqyapti. Demak, talabgorning shaxsiy hujjatlari 20 jildida ilmiy rahbar xulosasi mavjud. Nigora Rustamova hozir auditoriyamizda. Qo'shimchalaringiz bo'lsa, marhamat, so'z sizga. Rahmat, Nigora Rustamova. Dissertatsiya bo'yicha ish bajarilgan tashkilot va yetakchi tashkilot xulosalari, shuningdek, dissertatsiya va avtoreferatga berilgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib Sherzod Olimovichga. Marhamat. Dissertatsiya ish bajarilgan tashkilotda muhokamadan o'tkazilgan, aprobatsiyaning keyingi bosqichlarini o'tash tavsiya qilingan. Shuningdek, Andijon davlat tibbiyot institutida ilmiy seminarning ijobiy xulosasi olingan va 2026 yil 26 fevraldagi 5-sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Seminar xulosasi ijobiy, dissertatsiya ishi 14.0009 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiya ishi oshkora himoya qilish uchun tavsiya etilgan. Dissertatsiya ishi ilmiy kengash tomonidan 2 aprel 2026 yilda qabul qilingan. Yetakchi tashkilot sifatida Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi tasdiqlangan va mazkur muassasadan ijobiy xulosa olingan. Tashkilot xulosasida Ergasheva Madina Narimanovaning dissertatsiya ishi pediatriyaning dolzarb muammolariga bag'ishlangan, tugallangan malakaviy ilmiy ish bo'lib, unda muhim amaliy ahamiyatga ega dolzarb muammo hal etilgani, oshkora himoyaga olib chiqiluvchi yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmui borligi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoreferati belgilangan qoidalarga muvofiq rasmiylashtirilganligi va Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga javob berishi e'tirof etilgan. Xulosa, Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi pulmonologiya bo'limi yig'ilishida muhokama qilingan va yetakchi ilmiy xodim, tibbiyot fanlari doktori Azizova Nigora Davlatovna tomonidan imzolangan, markaz direktori tibbiyot fanlari doktori Abdukarimov Abdumannon Abdumajidovich tomonidan tasdiqlangan. Dissertatsiya avtoreferatiga jami 5 ta taqriz olingan, ulardan 2tasi xorijiy. Birinchi taqriz Abu Ali ibn Sino nomidagi Tojikiston davlat tibbiyot universiteti bolalar kasalliklari kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari dotsent Davlatov tomonidan berilgan. Ikkinchi taqriz Asfendiyarov nomidagi Qozog'iston Milliy tibbiyot universiteti tez va shoshilinch tibbiy yordam kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori Musayev tomonidan tasdiqlangan. Uchinchi taqriz Samarqand davlat tibbiyot universiteti davolash fakulteti pediatriya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori professor Garifulina Liliya Maratovna tomonidan berilgan. To'rtinchi taqriz Buxoro davlat tibbiyot instituti pediatriya kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktori Muhammedova Shahnoza Tolibovna tomonidan imzolangan. Beshinchi taqriz Alfraganus universiteti davolash va pediatriya fakulteti dekani professor Isayev Inshoot Sultanovich tomonidan berilgan. Barcha xulosa va taqrizlar ijobiy nizom doirasida rasmiylashtirilgan va talabgorning hujjatlar to'plamida mavjud. Rahmat. Xulosa va taqrizlarda kamchiliklar ko'rsatilmagan. Sababga ko'ra talabgor o'z fikrini yakuniy so'zda bayon etadi deb o'ylaymiz. Dissertatsiya rasmiy muhokamasiga o'tamiz. So'z birinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori professor Hakimov Sharofuddin Karimovga. Marhamat. Salom. Rais, ilmiy kengash a'zolari, mana bu mustaqil izlanuvchi Ergasheva Madina Narimanovaning tibbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan hayotning birinchi yilidagi bolalarda tizimda yallig'lanish reaksiyasi kechishining klinik laboratoriya mezonlari mavzusidagi 14.09 pediatriya mutaxassis bo'yicha tayyorlagan dissertatsiyasiga taqdim qildik. Bir narsani aytishim kerakki, dissertatsiyani qo'limga olib varag'ini birinchi ko'rganda xursand bo'lib ketdim. Rostdan mana bu aytilgan tizimli yallig'lanish sindromi birinchi marta men pediatriya sohasida ko'ryapman. Bizga ham navbat kelibdi-da. Bu shug'ul fan bilan ko'pmagan yo bir 15-20 yillardan boshlandi shug'ullanishda
asosan mediko biologik fanlar shug'ullanib, bulardan fiziologlar ko'p shug'ullanishdi, eksperiment olib borishdi. Undan keyin kattalarda davom etdi bu ko'rsatilish. Yana bu aksher ginekologlarda ko'rdim, katta operatsiyalar, katta yallig'lanishlardan keyin asorat sifatida bu ko'zga tashladi. Mana hozir biz ham keldik, juda xursand bo'lib buni varaqlab diqqat bilan chiqishga harakat qildim. Harakat qilib chiqdida shunday xulosaga keldikki, hozir bir nimadan bu dissertatsiyani shunday qilyaptiki, tizimli yallig'lanish sindromini, bu kasallik emas, sindrom. Yana bitta aytadigan bo'lsak, og'ir kasalliklarning asorati, intoksikatsiyalarning asorati bu qachon bu? Bolalarda, ayniqsa chaqaloqlar uchraydigan sepsis. Ayrim olimlar bo'ladi sepsisni xuddi shunday deb nomlar atashgan qiladi. Degali bu sporni voqea hal bo'lgani yo'q. Bunda yana kichik yoshda bolalarda nima zotiljon bo'ladi. Zotiljonni ham asorat sifatida kelishi mumkin. Yana bitta narsa, kichik yoshdagi 1 yoshgacha bo'lgan bolalardagi katta mana bu ich ketishlardan kechadigan yuchak infeksiyalarda ham mana shu asoratlar bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa, bunga juda ham diqqat bilan to'xtalib kelyapti-da, mana shu narsaga asorat qilgan tizimli yallig'lanish reaksiyalariga qo'shib yuborilyapti. DVS sindromidan qo'shib yuborilyapti. Menimcha DVS sindrom o'zi bitta alohida sindrom, bu ham kasallik emas. Buni emas, buni ham hisobga olib qo'yish kerak. Bundan keyingi nimalardan juda ham keng yaxshi o'rganib chiqargan. O'shaning uchun biz buni qarab chiqib xursand bo'lib davom etdik. Yuqorida aytib o'tilgan holatlarni hisobga olgan holda mazkur tadqiqot ishi juda dolzarb masalani muammoni o'z ichiga o'z vaqtida ko'tarib chiqqan deb qabul qilish mumkin. Ko'tarilgan tizimda yallig'lanish reaksiyasi muammolari kattalab patologiyada ancha keng o'rganilgan bo'lib, pediatriya sohasida esa e'tibor kam qaratilmoqda. Tadqiqotchining o'z oldiga qo'ygan maqsadi, ya'ni zotiljon bilan xastalangan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasi rivojlanishini klinik, laboratoriya va metabolik ko'rsatkichlarni kompleks baholash asosida erta prognozlashning integral mezonlar ishlab chiqarishdan iborat bo'lib, bu maqsadni amalga oshirishda bajariladigan 5 ta vazifa ko'zda tutilgan. Dissertatsiya an'anaviy usulda tuzilgan bo'lib, kirish 4 ta bob, xulosa va xulosalar hamda foydali adabiyotlar ro'yxat singari qismlarda bo'lib 110 betni tashkil qiladi. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Sherzod Alimovich, bu birinchi dissertatsiya emas, boshqa dissertatsiyadan kelib qoldi. Bizda zaklecheniya bilan xulosa nimani qo'yib o'tdi. Bitta tushunib qo'ydi o'zbekchasiga. Xulosa va xulosalardan alohida qism ketyapti. Bu zaklecheniya degani bizim mamizda xotima bo'ladi. Voyvoda degani xulosa bo'ladi. O'shaning uchun iltimos bir qarab qo'ysangiz, dissertatsiyani to'ldirgan mashmasadan shuni ham qarab qo'yish kerak bo'ladi. Shuni qiladi. Ko'zda turgan biz o'nta tashkil etadi. Kirish qismida tadqiqotning dolzarbligi asoslangan, maqsad va vazifalar aniqlangan, tadqiqot obyekti va predmeti belgilangan, ilmiy yangilik va amaliyotda qo'llanish ahamiyati va elementlari ochib berilgan, ularning tatbiq etilgan to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyaning klinik material va tekshirish usullarining umumiy tavsifi deb nomlangan 2-bobida tadqiqot materiali va usullar batafsil tavsiflangan. 1 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan 110 nafar bola kuzatuv ostida bo'lgan. Ulardan birinchi guruhi 60 nafari tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromi bo'lgan bolalar, ikkinchi guruh zotiljon bilan xastalangan 50 nafar bola. Hayotining birinchi yilidagi bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasi sindromining tashxisi harorat va leykosit sonining ortishi singari belgilarda kamida 2 tasi kuzatilganda o'rnatiladi. Bunda barcha bolalarning Glasgow koma shkalasining ko'zning ochilishi, nutq javobi va tashqi ta'sirga javobi singari harakat reaksiyasi bilan baholash singari zamonaviy va sezgir usullar qo'llanilgan. Dissertatsiyaning 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasida klinik laboratoriya ma'lumotlarni baholash deb nomlangan. 3-bobida 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasining rivojlanishida anamnestik omillari va klinik ko'rinishlari, laboratoriya va funksional ko'rsatkichlar, shuningdek kislota ishqor holatining prediktorlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham keltirilgan. Patometriya, ya'ni hisoblash yondashuv asosida pnevmoniya bilan xastalangan bolalarda
tizimli yalg'anash reaksiyasi kechishini prognozlash deb atalgan 4-bobda 22 ta klinik gemodinamik, metabolik va laborator prediktorlarni o'z ichiga olgan diagnostik matrica pnevmoniya bilan kasallangan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda tizimli yalg'anash reaksiya sindromi rivojlanishi xavfini kompleks baholash imkoni berganini ko'rsatib o'tadi. Bolalar hayotining birinchi yilda tizimli yalg'anash reaksiyasi sindromining klinik ehtimolligini baholash uchun ishlab chiqilgan chegaraviy shkala yordamida subyektiv va obyektiv kasallik belgilari birlashtirilgan yagona diagnostik tizimi aks ettiruvchi integral modelni taklif etgan. Xulosalar 5 ta. Olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqib, oldinga qo'yilgan maqsad va vazifalarni to'liq ifoda etadi. Tadqiqot natijalari hisob-kitob qilishda statistikaning zamonaviy usullaridan foydalangan va ularning ishonchlilik darajasi shubha tug'dirmaydi. Foydalanilgan adabiyot ro'yxati 196 tadan iborat bo'lib, shundan 70 tasi mustaqil hamdo'stlik davlat olimlarining bilishlari bo'lsa, 120 tasi uzoq va yaqin chet ellik mualliflarning ishlaridir. Ozgina bir ikkita savollar bo'lib qoladi, shu chaykamizda buni hal qilib qo'ydik. Bitta narsa shunday qilmoqchi edimki, sizdan oldin ilmiy rahbar bormi? Bitta narsa, mana bu katta bir muomala ko'tarilyapti chiroy bo'lib, mana bu har bitta kasalligi chaqiradigan mana xuddi jannat bir kengaytirishimiz kerak. Agar nimadir kelajakda shularni kengaytirib, ularni biz pediatrga tatbiq etib, biz bitta kattalar qo'llanma bo'lib qoladi. Shuning uchun yana bir nima qilganda boshqa shogirdlarga ham shularga yo'naltirsak. Xulosa: mustaqil izlanuvchi Ergash va Madina Narimonovaning tibbiy fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan hayotining birinchi yildagi bolalarda tizimli yalg'anash reaksiyasi kechishining klinik laboratoriya mezonlari mavzusidagi 14.00.9 pediatriya mutaxassisligi bo'yicha dissertatsiyasi tugallangan ilmiy ish bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiyasi komissiyasi tomonidan dissertatsiyalarga qo'yiladigan barcha talablarga javob beradi va muallif tibbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblanadi. Marhamat, Madina Narimanovna, rasmiy opponentga javobingiz. Rahmat, vaqtida ayirmasdan bergan tavsiyalaringiz uchun sizga rahmat. Keyingi so'z ikkinchi rasmiy opponent tibbiyot fanlari doktori dotsent Abdujabbar va Zulfiya Murod Hajrayevnaga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Men eshitilyaptimi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Ushbu dissertatsiya ishini menga ishonib topshirganingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ruxsat bersanglar, taqdimimni boshlayman. Ergashev Madina Narimanovnaning 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan hayotining birinchi yilidagi bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasi kechishining klinik laboratoriya mezonlari mavzusidagi dissertatsiya ishiga taqriz. Agar ruxsat bersanglar, xulosada to'xtasam, chunki oldingi retsenziya juda ham batafsil, opponent batafsil tafsir berdilar. Tarix, agar ruxsat bersanglar. Marhamat, Zulfiya Murod Hajrayevna, ruxsat. Dissertatsiya juda ham dolzarb muammoni o'z ichiga qamrab olgan. Mana shu dissertatsiya mavzusini demak tahlil qilish va muhokama qilish jarayonida dissertantga bir qator savollar tug'ildi, bir qator e'tirozlar bilintirildi, lekin dissertant o'z vaqtida hammasini to'g'rilab va har bitta savolga javob bergani uchun va ba'zi bir savollar bitta takrorlangani uchun ruxsat bersanglar, men xulosani o'qib beraman. Ergasheva Madina Narimanovnaning 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan hayotining birinchi yilidagi bolalarda tizimli yallig'lanish reaksiyasi kechishining klinik laboratoriya mezonlari mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish bo'lib, olingan natijalar ilmiy yangilikka va ilmiy amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori
ilmiy darajasini berish uchun qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va dissertant Ergasheva Madina Narimanovna 14.00.09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblanadi. Rahmat. Marhamat, Madina Narimanovna javob so'zingiz rasmiy qiling. Kattakon rahmat vaqt ajratib shunaqa bergan maslahatlaringiz uchun kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Rahmat, Murod Qashiyev. Sog' bo'linglar, rahmat. Dissertatsiya ishi yuzasidan norasmiy taqrizchi sifatida fikr bildiruvchilar bormi? Marhamat, professor. Hurmatli Abdurahim Shamsiyevich. Professor Hamratullayev, marhamat. Marhamat. Dissertantimiz o'zini ustida ishlagan Abdurahim Shamsiyevich shunday ko'rinib turibdi, chunki savollarga hech qanday haligi mubolag'asiz javob berdi. Temasi juda ham hozirgi nimaga aktualniy tema. Bu qizimizni kelajakdagi ishlariga, yana bu ishlarini davom ettirishiga omad tilayman. Ustozlariga ham sog' salomatlik tilayman. Umrlari uzoq bo'lib, ishlariga rivoj tilayman. Hamma dissertantlarimiz mana shu hozirgi doklad qilib o'tgan qizimizdek chiroyli istiqomat qilib o'zini himoya qiladigan darajada. Rahmat, Hamratullayev. Marhamat, Lola Karimov. Rahmat, hurmatli Abdurahim Shamsiyevich. Bugungi dissertatsiyani eshitib shunday xulosaga keldimki, haqiqatdan mana ustozlarim aytgandek, bugungi kundagi sindromal diagnostikaga juda katta yordam bo'lgan ushbu dissertatsiyani olingan natijalari. Mana bu masala ko'pincha bizda nefrologiya sohasida ham mana bu guz sindromlari bor, to'satdan tushadi bemorlarimiz, mana shu aynan tizimli yallig'lanish jarayonlari rivojlanib ketgan bo'ladi. Ana shu bronxologik patologiyalar bormi, sosudistlik deymizmi? Bu o'rinda ushbu dissertatsiyani natijalarini men eshitib o'tirdimda, diagnoz qo'yishga, adekvat davolash usullarini tanlashga juda katta yordam bo'lgan. O'ylaymanki, hurmatli dissertantimiz ustozlari maslahatlari bilan ushbu dissertatsiyani mavzusini va ushbu tadqiqotni yana davom ettirsalar, yanada yangi yutuqlarga erishish imkoni bo'ladi. Tibbiyotda juda katta bolalar amaliyotida, ayniqsa umumiy amaliyot shifokorini amaliyotida juda katta yordamlar yana rivojlanib ketadi degan umiddaman. Yana bir bor tabriklayman hurmatli dissertantimizni, hurmatli ilmiy rahbarni va kelgusi ishlariga omadlar, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Sog' salomat bo'lsinlar. Rahmat, Lola Karimov. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Yetarli menimcha. Rahmat. Boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, ilmiy daraja berish masalasida yashirin ovoz berish jarayoniga o'tamiz. Marhamat, o'z ovozlaringizni bering. Hisob hay'ati tarkibi quyidagi a'zolar bilan tasdiqlash taklif kiritilyapti. Hay'at raisi tibbiyot fanlari doktori dotsent Shakirova Sadoqatxon Muhammad Saliyevna, a'zolari tibbiyot fanlari doktori professor Xudoyberdiyeva Hamrohon Tilovoldiyevna, tibbiyot fanlari doktori dotsent Rabimova Dilfuza Toshtemirovna. Hisob hay'ati tarkibi bo'yicha takliflar bo'ladimi? Yo'q. Tasdiqlaymiz. Hay'at tarkibini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat, bir ovozdan tasdiqlandi. Marhamat, munosabat bildirishingizni so'rayman. Hurmatli kengash a'zolari, kengash majlisini davom ettiramiz. Hisob hay'atining yashirin ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z hay'at raisi, tibbiyot fanlari doktori Shakirova Sadoqatxon Muhammad Saliyevnaga. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari.
19 may 2026 DS 06/2025-27/12 tip 0204 raqamli ilmiy kengash hisob komissiyasining majlisi bayonnomasi. Komissiya Ergashev Madina Narimovnaning 14/00/09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda a'zo kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolari 14 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori ishtirok etdi. Ovoz berilish natijalariga ko'ra, Ergasheva Madina Narimovnaga 14/00/09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berish yuzasidan quyidagicha ovoz berildi. Yoqlab ovoz berganlar 14 ta, qarshilar yo'q. Hisob komissiyasi raisi dotsent Shakirova Sadoqat Muhammad Soliyeva. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Mazkur dissertatsiya yuzasidan kengash tomonidan xulosa loyihasi tayyorlangan va tarqatilgan. Ushbu xulosa loyihasi yuzasidan kimda qanday fikrlar bor? To'laligicha asos sifatida qabul qilish haqida taklif tushyapti. Kim ushbu taklifga qo'shilsa, ovoz berib qo'yishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q, bir ovozdan qabul qilindi. Dissertatsiyaning malakaviy va tasnifiy belgilari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat, Sherzod To'linch. Dissertatsiyaning tasnifiy belgilari. Dissertatsiya natijalarining tasnifi. 2. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalari qiymati. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan aloqasi. Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan dissertatsiya natijalaridan foydalanish darajasi. Amaliy ahamiyatga ega bo'lgan dissertatsiya natijalaridan kengaytirilgan foydalanish bo'yicha tavsiyalar. 2. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhokama vaqtida bildirilgan takliflar bilan ilmiy kengash xulosasini va malakaviy belgilarni to'lig'icha qabul qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ilmiy kengash xulosasini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar, betaraflar bir ovozdan qabul qilindi. Hurmatli hamkasblar, ilmiy kengash qarorini o'qib eshittirishga ruxsat berasizlar. Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash dissertatsiyaning rasmiy himoyasi va ovoz berish natijalariga ko'ra, Toshkent davlat tibbiyot universiteti tayanch doktoranti Ergasheva Madina Narimovnaga 14/00/09 pediatriya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori ilmiy darajasini berishni tavsiya qiladi va O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Ilmiy kengash a'zolari nomidan dissertant va ilmiy rahbari professor Nigora Rustamovani tabriklaymiz. Kelgusi ilmiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Yakuniy so'z dissertantga. Marhamat. Kattakon rahmat. Ular raisga kattakon rahmat. Berilgan imkonlar uchun sizga juda ham kattakon rahmat bildiraman. Va rasmiy opponentlarimga va norasmiy opponentlarimga ham rahmatli bildiraman. Kattakon rahmat sizga shu menga bergan imkoniyatlaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Va albatta ustozim, ilmiy rahbarim Aliyeva Nigora Rustamovaga meni shu paytgacha meni qo'llaganlari uchun, bergan bilimlari uchun, har doim meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun, umuman menga ketgan vaqtlar uchun, sabrlari uchun, mehnatlari uchun alohida o'zimni minnatdorchiligimni izhor qilaman. Va albatta oila a'zolarimga, ota-onamga, qayni-qaynitam, barcha yaqinlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon hammaga. Kengash a'zolariga hammaga rahmat. Rahmat Madina Narimovna, sizga ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari,
bugungi majlisimizning birinchi masalasini yakunladik. 5 minutlik tanaffus. 5 minut.